Toshkent viloyatida harakatlanib ketayotgan chiqindi tashuvchi mashinadan erkak yerga yiqilib tushdi. Internetda tarqalgan mazkur holat Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida yuz bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holat yuzasidan ichki ishlar organlariga xabar yoki murojaat kelib tushmagan, lekin shu bo'lishiga qaramasdan Chirchiq shahar yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi. Surishtiruv natijalariga ko'ra, holat 24-fevral kuni Toshkent viloyati Chirchiq shahar hududidan o'tgan D006 Toshkent-Chirchiq Chimyon avtomobil yo'lining 18-kilometrida sodir bo'lgan bo'lib, bunda haydovchi, ya'ni yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan salondan tashqarida yo'lovchi tashigan va manyovrni amalga oshirilayotgan vaqtida yo'lovchi transport vositasidan tushib qolgan. Yaxshiyamki chiqindi tashuvchi mashinaning ortidan harakatlanib kelayotgan avtomobillar o'z vaqtida to'xtagan, aks holda ular yerda yotgan erkakni bosib ketishi ham mumkin edi. Ushbu holat yuzasidan haydovchi, ya'ni yo'l harakati qoidalariga amal qilmaganligi va harakatlari natijasida yo'lovchini hayotini xavf ostiga qo'yganligi sababli unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-5 moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuningdek, haydovchi va yo'lovchi bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Ko'chada ko'pincha guvoh bo'lamiz. Chiqindi tashuvchi mashinasining yukxonasiga doim bir kishi temirni ushlab turib oladi. Bu qanchalik to'g'ri bilmadiku, ammo eslatib o'tamiz, hurmatli fuqarolar, shirin joningizni hech qachon xavf ostiga qo'ymang.